Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan tinglaysizmi ko'rsatuvi. Bosh rollarda men Akram Hojimurod. Bu ko'rsatuvni yo'lga qo'yishimizdan maqsad endilikda mashhurlikka erishib borayotgan va mashhur bo'lib bo'lgan shaxslar bilan ularni bosib o'tgan yo'llarini suhbatlashish. Agar qiziq tuyulsa bizga obuna bo'ling va bizni kuzatib borishda davom eting. Bizni bugungi va birinchi mehmonimiz Murodali Firdavs. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingiz haqingizda qisqacha tanishtirib o'tsangiz. Men Murodali Firdavs 2002-yil 3-mayda Marhamat tumanida tug'ilganman. 8 yoshimdan shu kickboksing sport turi bilan muntazam shug'ullanib boraman. Bu yoshimgacha misol 15 yil sport faoliyatida hozirgacha davom ettiryapman. Bundan keyin faoliyatni davom ettiraman. Xudo xolasa, mana tanishman oldik. Agar xudo xolasa tayyor bo'lsangiz, savollarga o'tamiz. Videoni qisqaroq qilamiz shuning uchun. Ko'payib ketmaslik savollarga o'tamiz. Tayyormisiz? Tayyor. Xo'p, kickboks sport turiga qiziqishingiz va unda muntazam shug'ullanib kelishingizga kim sabab bo'lgan yoki nima sabab bo'lgan? Kickboksing sport turiga birinchi bo'lib o'sha 8 yoshimdan boshlaganman bu sport bilan. Unga o'sha yaqin o'zimni sinfdoshlarim sabab bo'lgan. Biz o'sha kichkinalik paytimizda sinfdoshimiz musobaqaga qatnashib, men hamma yoshlarda bo'ladi, qiziqadi. Musobaqada yutib, medal olib kelgan. Shu medalni ko'rib, menda ham shu men ham yutaman, sportga qatnashaman degan qiziqish uyg'ongan. Shu sababli sportga kirib kelishim boshlangan va shu sport orqali mana shu paytgacha davom ettirib, muhabbat uyg'onib, sekin-sekin qiziqish, o'sha umri davomiy, o'sha hayot mazmuniga aylanib davom ettirib kelingan. Kickboksdan MMA ga, setga janglariga o'tishingizga nima sabab bo'lgan? Bunga birinchi sabab kickboksingda urushganingiz bilan lyubitel havaskorda просто opit daraja bo'ladi xolos, faqat tajriba olasiz bu janglardan orasida. MMA da bo'lsa, mas'uli eli katta. Uni kickboksning urganidan MMA da urgani bari hozirgi davrda juda ham katta. Buni ham o'zingizdan bilasiz. Shuning uchun buning asosiy o'tish sababi men eng yaqin oshnam kickboksing sport turida Akram Muhammad Yahyo degan oshnam bor. U asosiy sababchi o'sha bo'lgan. MMA sport turiga o'tishimga, qiziqishingizga. Ha, chunki o'sha men ikkalamiz birga trenirovka qilardik. U o'sha kurashda, men kickboksni trenirovka qilib yurgan paytimda u o'zi qachon shu sport turida anaqang zo'r, kickboksda salohiyating zo'r, MMA ni ham bir o'zing sinab ko'rmaysanmi? Zalga chiqib jicha kurashini o'ynasang, shu bilan chiqib ketadi. Biz ham UFCgacha chiqsam bo'ladi, harakat qilsam bo'ladi deb asl sababchi bo'lgan. Siz zalga kurash zaliga birinchi olib kelgan odam shu inson bo'ladi. Xo'p, MMA jangida birinchi jangingizni eslalasizmi? Birinchi jangim o'sha 21 yoshimda o'sha Qirg'iziston Respublikasida WF ligasida bo'lgan. O'sha birinchi jangim hisoblanadi. Unga 77 kiloda jang qilganman birinchi jangimda. Oilangiz bu sportga kirishingizga qo'llab-quvvatlaganmi sizni? Albatta, chunki biz kichkinaligimizdan o'zi dadam mamasi jangi va sport turlari bilan shug'ullangan, o'zi sport turi bilan shug'ullangan, musobaqaga chiqmagan, lekin shu sababli qarshilik ham bildirmagan. Men faqat kichkinaligimizda faqat musobaqaga bor bo'lsa, to'sqinlik qilmay musobaqaga boraman, qatnashaman degan faqat o'zi qo'llab-quvvatlab, mayli bor, o'zing ko'r, yutqizish ham bo'lgan. Kichkinaligimizda yutqizib qo'ygan paytlarimda bu faqat tajriba bo'ladi, xolos. Borib o'ynab kelasan, dunyo ko'rib kelasan. Yutib kelgan paytimda, ya'ni keyingilariga ham yaxshiroq harakat qilgan, lekin bu haliga to'xtab qolish kerak emas deb motivatsiya bilan qo'llab-quvvatlab kelishim shu paytgacha. Xo'p, endi hamma sportchini qiyin davri bo'ladi. Misol uchun bosib o'tayotgan qadamlarda qiyinchiliklar ko'radi-da. Sizning qiyin davringiz bo'lganmi? Qanaqa qiyin davrlar bosib o'tgansiz? Sportchilarda eng qiyin davri boshlang'ich davri bo'ladi. O'rtada kickboksing hamma yoshlarda bo'lsa kerak, o'rtadaligi yo sportda chiqib ketsammi yo davom ettirsammi degan ikkilanishib turib, bu maktabda maktabni bitirgan paytda bo'lgan. Chunki u paytda yo universitetga o'qishga tayyorgarlik ko'rish kerak bo'ladigan payt bo'ladi, yo sport universitet yo'lini o'qish yo'lini tanlamasdan sport yo'lini davom ettirib kelish kerak bo'ladi. Shu sportni tashlayman degan paytlaringiz ham bo'lgan ekanda, demak. Sport
tashi ikkilanish payti bo'lgan. Chunki shu paytda odamda hozir bizni O'zbekiston hududida yo o'qish yo'lini tanlab, bizni ish olish uchun siyosiy sportni tanlab ikki yo'ldan birini tanlash kerak bo'lib qolgani uchun ma'lum bir to'xtashmagan fikr bo'lgan. Lekin universitetga o'qishga kirib, o'qish davrida yana sportga baribir kichkinaligimizdan qilganimiz uchun hali refleks bo'lib qolganligi uchun yana davom ettirgisi kelardi. Va hamma sportda chiqib keta olmaysiz. Sekin-sekin qilib o'qish davrida yana musobaqalarga chiqib, sportni tashlamasdan davom ettirib, undan buyog'iga mana davom ettirib keldik. Endi har bir sportchiga, misol sepka jangiga chiqmoqchi bo'lganlarga qiziqarli savol, gonorar haqida gaplashsak. Misol uchun shu paytgacha nechta jang o'tkazgan bo'lsangiz, birortasida gonorar oldingizmi? Sportchilarda eng birinchi o'ylanadigan narsa shu gonorar hisoblanadi. Chunki har bitta sportchini ma'lum bir maqsadi pul topish bu orqasidan. Endi bu sport turida katta gonorar bo'lmaydi. Hamma sekin-sekin astalik bilan chiqadi. Boshqa janglarda, misol men birinchi jangimda gonorar olmaganman, chunki ko'pchilik sportsmen gonorar olmaydi. Chunki boshlang'ich bo'y bo'lgancha sekin-sekin astalik bilan ko'tarilib borasiz. Sabr qilganingizdan keyin katta gonorar olib, birinchi bo'yimdan emas, ikkinchi, uchinchi bo'yimdan gonorar olib, gonorarlar shu bilan o'sish boshlangan. Shu paytgacha hozir MMA'da 3 ta jang o'tkazdim. 3 ta jangimdan uchalasidan hozir g'alaba qozonib, 3-0 rekordga ketyapman. Sekin-sekin qolganlar gonorarlarimiz ham shu hisobda o'sib boryapti sekin astalik bilan. Kickboksda ham gonorar misol uchun pul yutuqlari bo'lganmi? Eng katta yutug'ingiz nima? Kickboksing sport turida endi bu havaskor sport turi, lyubitel deyiladi. Endi unda asosan pul yo'q. Lekin kickboksing sportida eng katta olgan gonorarim 20 yoshimda kattalar o'rtasida xalqaro turnir bo'lgan. Shunda finalda g'alaba qozonib birinchi gonorarimni olganman. Lekin bu birinchi gonorar olish sportsmenga qandaydir boshqacha tuyg'u beradi. Motivatsiya beradi. Yoshlikdan trenirovka qilib, kattalarga havas qilib, pul yutuqlarni olgan odamlar hamma qiziqadi. Unda yutsangiz ham, yutqizsangiz ham gonorar olgan paytingizda u og'riqlar chiqib ketadi. Shuni o'ylab, olgan paytingizda xursandchiligingizdan, misol jang paytida olgan jarohatlaringiz, travmalaringiz esdan chiqib ketadi. Xo'p, mashg'ulotlarga kelsak, eng qiyin mashg'ulotingiz qayerda bo'lgan va qaysi bo'lgan? Eng qiyin mashg'ulot hammada bo'lsa kerak, bu musobaqa davriga tayyorlanish davri. Chunki kun tartibidagi mashg'ulot jarayonida bunaqa kuchli turnufka bo'lmaydi. Chunki davomiy siz o'rganib borasiz. Musobaqa davriga tayyorgarlik kirishga borgan podgotovkani boshlaganingizdan keyin 2 oy oldin boshlanadi. 2 mahalli rejimga o'tasiz. Bu paytda tartib intizomda qo'yib olib, 2 mahal ertalab, kech payt ziborlar olib boradi. Eng kuchli mashg'ulotda sportsmenda o'sadigan davri va qiyin mashg'ulot payti jangga tayyorgarlik davri bo'ladi. Chunki bu paytda sportsmen ikki tomonlama, ham ruhiy tomonlama, ham jismoniy tomonlama ruhi jangga o'zini tayyorlaydi. Jangdan oldin, ringga chiqishingizdan oldin sizga nima motivatsiya beradi? Jangdan oldin birinchi bo'lib o'zim takrorlayman, nima deydi? Jangga chiqayotganda sen hamma bu narsani qila olasan, chunki sen shu paytgacha juda ham ko'p janglar olib bording va tarkibing kuchli, raqibing sen unga nisbatan 2 barobar ko'proq mehnat qilding va shu paytgacha sening opiting ham katta, mehnat qilib va chiqib yutasan degan maqsad bilan motivatsiya bilan chiqasiz. Xo'p, bu o'ylantiradigan savol, parhezga qanday qaraysiz va parhez qanchalik muhim bu sportchilar uchun? Sportda to'g'ri ovqatlanish eng kerakli narsalardan biri hisoblanadi. Men parhezga juda ham qattiq qarayman. Chunki parhez to'g'ri qilinmasa, musobaqaga o'zingizda qiyinchiliklar, masalan, vazn tashlash jarayonida qiynalasiz. Agar parhezda normada ovqatlanib yuradigan bo'lsangiz, vazn tashlash jarayonida oson ketadi. Agar to'g'ri ovqatlanmasdan, vazningiz oshib ketadigan bo'lsa, o'zingizni misol jang paytiga keladigan paytda ko'p vez tashlash oqibatida tana ham holsizlanib qoladi, kuchsizlanadi, o'zingizdan joningiz ham qiynaladi. Shu sababli men vazn tashlash jarayonini boshlaganimda hamma narsadan tartib intizomda oshiqcha ovqatlanish, kaloriyasi ko'p mahsulotlardan butkul voz kechaman. Asosan biz uchun eng kerak bo'lgan narsa non bilan shirinliklardan va gazli ichimliklardan umuman voz kechiladi.
Endi har bir sportchi agar qattiq trenirovka qilaman va besimga yaxshi qarayman desa, o'sha gazli ichimliklar, keyin nondan voz kechish kerak. Endi bizni mintat milliy bo'lmagan non mahsulotidan ketish qiyin. Shuning uchun qiyin bo'lsa ham, lekin birinchi o'rinda sportsmenda shu joyda birinchi sinov mana shu yerda boshlanadi. O'zini nafsini jilovlay olish, tiyish. Shu o'zingiz bilan o'zingiz kurashasiz. Siz vazn ovqat bilan birga kurashasiz, chunki ko'z oldingizda misol hamma xohlaganini yeb, ichib, trenirovkani kuchingiz ham bemalol bo'ladi. Uje parhezga kirganingizdan keyin uni yegingiz keladi, oldingizda choy ichib o'tir, lekin siz iloji yo'q. Chunki maqsadingiz bor, siz yutishingiz kerak, musobaqaga chiqishingiz kerak, natija qilish uchun parhez qilish kerak. Shunga bari iloji yo'q, chidaysiz. O'zingiz sportsmenda irodasini toblaydigan va siz o'stiradigan, sabrini o'stiradigan eng muhim jarayonlardan biri. Ya'ni eng kuchli dushmaningiz nafsingiz bilan olishasiz, değil mi? Shu. Xo'p, eng og'riqli zarba qaysi jangda bo'lgan va kim bilan bo'lgan? Eng og'riqli zarba shu o'sha o'zimni kichik yoshligimdan kickboksing havaskor sport turida, misol kichkinaligingizdan beri shug'ullanib kelsangiz, misol 5-6 yildan beri sport ichida yurganmiz, kichkinadan shug'ullanamiz. Musobaqaga borgan paytimda respublika musobaqalarida men natija qila olmaganman. Ko'p yil natija qila olmaganman va shu sportsmen yutqizib borgandan keyin, misol yutqizib qo'ydingiz, imkoniyat bersangiz, zo'r tayyorgarlik qilgan bo'lsangiz, omad kelmay yutqizib borsangiz, sinfdoshlaringiz, qo'ni-qo'shnilar orasida shuncha yildan beri mehnat qilasan, trenirovka qilasan, nahot yutalmasang, doim yutqizaverasan degan gap so'zlariga chidash eng sportsmendasi miyasidan o'tadigan birinchi narsa. Musobaqaga borsangiz ham shu narsa birinchi xayolingizda turadi. Ertaga men musobaqada yutqizadigan bo'lsam, sinfdoshlarim oldiga, qo'ni-qo'shnilarim oldiga yo yutqizib qo'ydingmi degan xayol gapiradi, degan xayol o'tadi bari. Shu narsa ko'proq ta'sir o'tkazadi odam. Savolni ozgina noto'g'ri tushundingiz. Ya'ni demoqchi bo'lganim, jangda, ringda eng og'riq, eng qattiq o'tkazgan zarbingiz qaysi zarba bo'lgan yoki kimdan bo'lgan deb so'ragandim. Bu endi yoshlikdan kattalar, ya'ni o'smirlikdan kattalar toifasiga o'tish paytida bo'lgan. Shu birinchi musobaqamda bu professional kickboksing sporti professionalni jangda qatnashganman. Endi hamma yoshlar qiziqadi bu narsaga, chunki u yerda glavniy bo'yda urishishga va haligi svetavelli muzikalarda chiqishga hamma qiziqadi. Men ham o'sha yoshlar qatori qiziqib, raqib tanlamasdan uni men ismaganlarga qarshi shoshib rozi bo'lganman. Jangga yaxshi tayyorgarlik ko'rmaganman. Ko'rmasdan o'zimga ishonib jangga chiqqanman. O'zimdan ancha yoshi katta va baquvvat raqib bilan qaramasdan chiqib urishganman. Shu musobaqada birinchi qattiq zarbamni olganman va bu menga butun umrlik dars bo'lgan. Hayot zarbasini birinchi marta shunday olgan ekansiz. Chunki o'sha qattiq zarba o'tkazishimga o'sha miyasi qattiq sotrasение olishga olib kelgan. Shu sababli o'sha musobaqa sportdan 8 oy dam olganman. Birinchi o'sha qattiq zarba o'tkazib olgan sababli. Bu o'sha men yoshlikda shoshqaloqlik qilganim oqibatida kelingan narsa jarohat hisoblanadi. Ringga chiqishdan oldin xayoldan nimalar o'tadi? Misol hammada har xil o'tadi. Yutqizib qo'ysam nima bo'ladi? O'sha narsalar sizdan ham o'tadimi? Albatta, bu hamma sportsmenda bo'ladigan holat. Chunki birinchi o'rinda ringga chiqishdan oldin sportsmen o'sha uydagilarni, misol onasi o'zini emas, birinchi o'rinda ota-onasini o'ylaydi. Ertaga men yutqizib boradigan bo'lsam, ota-onam va mahalla ko'yda orasida, tanishlarimning orasida boshi egilib qoladi. Nabarot siz yutadigan bo'lsangiz, ular faxrlanib, meni o'g'lim chempion bo'ldi, g'alaba qozondi deb ularda shuni o'ylaysiz. Birinchi bo'lib navbatda o'ylaysiz. Ringga chiqqanda men o'zingizga ishonch birinchi bo'lib muhim bo'lishi kerak. Tashqaridagi odamlar gap so'zmas, siz o'zingizga ishonishingiz kerak. Agar o'zingizga ishonadigan bo'lsangiz, hayajonlaringizni yengib, o'zingizni yenga olsangiz, bo'ydan oldingi jangda ruhan o'zingiz bolasangiz, ringda g'alaba qozona olasiz. Yutqizgan janglaringizdan nima o'rgangansiz ko'proq? Yutqizgan janglaringizdan albatta hamma sportsmen birinchi bo'lib opit oladi. Birinchi boshlanishda yutqizib qo'ygandan keyin bir shokka tushasiz. Bu qayerda xato qildim, chunki yutqizgan odam birinchi bo'lib o'zi qabul qila olmaydi bu mag'lubiyat. Chunki men yutgandim, sudyalar bevoda tan olmaydi yutqizgan. Chunki men yaxshi ishlardim, yaxshi mehnat qildim deb o'ylaydi. Keyin asta-sekin vaqt o'tgandan keyin shu bo'ylarini qayta takror tomosha qilish oqibatida o'zi ko'radi, xatolarni ko'radi. Keyin
o'zini ustozlarini maslahati bilan sekin qayerda xato qilgani va keyin o'sha raqiblarini yenga olish imkoniyati bo'lgan, lekin o'sha xato shoshaloli qilganligi sababli mag'lubiyatga uchraganini keyingi safar o'sha erishgan natijadan yuqori natijaga o'sha raqiblarini yengishiga yaxshi tayyorgarlik ko'rishiga olib keladi. Endi hammada har xil vaziyat bo'ladi. Misol uchun ringga chiqishdan oldin kimdir qo'rqadi, kimdir qo'rqmaydi. Misol ko'zi pishib ketganlar qo'rqmaydi deb bilaman. Endi sizda shunaqa qo'rquv bo'ladimi va qo'rquvni qanday yengasiz? Ringga chiqishda avvalambor qo'rquv bo'lmaydi. Sportsmen kaltakdan qo'rqmaydi. U birinchi ishi oldingi bergan savolga o'xshab ringda yutish yo yutqizish orqadagi insonlarning gap so'zi, tashqaridagi insonlar gap so'zidan va ringni ichida o'zini qanaqa tuta olish yo yutish yo yutqizish haqida ko'p o'ylaydi. Lekin ringga chiqayotgan eng kerak bo'ladigan narsa bu o'zini hayajonini, qo'rquvini yengish. Odam o'zini qo'rquvini yenga oladigan bo'lsa, ringda aqli bilan ringni kontrol qilib nazorat qila oladi. Agar hayajonni yenga olmasa, ringga chiqqandan keyin sportmen nima qilayotganini bilmaydi. Menda yoshlikda unaqa narsa hayajon kuchli bo'lgan. O'zi hammada bo'lsa kerak. Asta-sekinlik bilan juda ham ko'p janglar o'tkazasiz. Tajriba bo'ladi, opit bo'ladi. Qancha katta arenalarda urushganingiz sari o'zi hayajonlari yengi borib, shu bilan o'zi oddiy holga o'xshab qoladi. Qo'rquv yo'q ketadi. Aktagon o'zingizni uyingizdek bo'lib qoladi. Chunki hozir oldin boshida birinchi janglarimda chiqayotgan paytimda hayajon o'ta kuchli bo'lardi. Men qanaqa qilib urushaman, ertaga jangim qanaqa bo'ladi, yutamanmi, yutqamanmi degan fikr o'tardi. Hozir chiqaman, o'zimga tayyorgarligim yaxshi bo'lgan, sen g'alaba qozonasan, o'zingni kuching yetsin, faqat aql bilan xatolikka shoshilmasdan aql bilan ish qilish kerak, chiqish kerak, yutish kerak. Yaxshi qo'yilgan taktikaga amal qilsang bo'ldi degan fikr bilan o'zingizda hayajonli bo'lib ringda ko'proq aqlni ishlatishga harakat qilaman. Ringdan tashqarida siz qanaqa odamsiz? Ringda tashqarisida men o'zi hayotda juda ham muloyim, nima desa bo'ladi, yuvosh insonman. Birovgaligi qattiq gapirmasdan, yumshoqlik bilan gapiraman. Ringga kirganda bu narsa o'zgaradi. Chunki ringga chiqqan har qanday odam raqibingiz sizni nokaut qilaman yoki bo'lmasam mag'lub etaman, qattiq zarba beraman degan maqsadda chiqadi. Siz u yerga kirib, agar yuvoshlik qiladigan bo'lsangiz, kaltaysiz. Shuning uchun ringga kirganda bu narsalar chetga surib, aql bilan g'alaba qozonish uchun bor imkoniyatdan o'rib baxshi qanaqanday urushqoq jangchiga aylanish kerak bo'ladi. Shogirdlaringiz bor, sizni ham eshitganman. Shogirdlaringiz bilan qanaqasiz? Xuddi shunaqa insonlar bilan yaxshi muomala, iloji boricha yaxshi muomalada va ular bilan yaxshi chiqib ketishga harakat qilaman. Shogirdlar bilan bolalar bilan kerak bo'ladigan narsa, ular bilan qanchalik do'st bo'lsangiz, ularning ruhiy holati bilan ham shuncha tanish bo'lasiz. Misol ular siz o'zini yaqin insoni sifatida, ustoz sifatida qo'rqmay sirlarini ayta olsa, o'zini qiynayotgan muammolar haqida sizga qo'rqmay ayta olsa, siz unga yana ham yaxshiroq va to'g'riroq yordam berishga olib keladi bu narsa. Agar sizdan o'zini xavfsirab, gapirayotgan gapini uyalib, o'z ichidagi narsalarni yetkazib bera olmasa, siz unga nima bo'layotganini va to'g'ri taktika berayotganini, qanday yordam berishni bilmaysiz. Bu shogirdingizni natija ko'rsatishiga ta'sir ko'rsatadi. Mashg'ulot jarayonlarida bironta kulgilik voqealar bo'lib turadimi? Mashg'ulot jarayonida unaqa kulgili holatlar ko'p bo'ladi. Endi asosan biz endi kamerada ishlamagani uchun u narsa ko'rinmaydi kadr ortida. U narsalarda o'zi sportchilar ichida ko'pchilik bo'ladi. Ko'proq vazn tashlayotgan paytda, musobaqa paytida bo'lib qoladi. Ularda yaqqol misol musobaqa jarayonlarida hamma fikr bilan musobaqaga tushsam yutaman, men hozir jangimga qancha qoldi tayyorgarlik ko'rayotgan paytda men shunaqa bo'lgan, musobaqaga shogirdlarim olib borgan paytimda boshqa sheriklarini olib chiqib urushtirib jangda qaytib chiqsam, qolgan sheriklar o'zini urush navbatiga 3 ta 4 ta bo'y qolgan, ular musobaqa bilan ishi yo'q, o'rtada o'tirib olib bir-birlari bilan karta o'ynab o'tirishdi. Fikr bilan bu yoqda yutqizish xayolda yo'q, o'yin bilan ovora bo'lib aslan o'tirgan holatlari ham bo'lgan bir-birlar bilan. Agar siz sportchi bo'lmaganingizda kim bo'lardingiz? Men sportchi bo'lmaganimda birinchi navbatda biror bir o'qimishli kasb egasi bo'lishim aniq, chunki maktab paytida ham yaxshi o'qiganman. Agar sportsmen bo'lmaganimda yo advokat yo organ
sohasiga aloqasi bor, asli qonun tomonlama, bilim tomonlama inson bo'lgan bo'lardim deb o'ylayman. Chunki biror bir ishga kirishsam, ashuni oxirigacha yetkazish uchun harakat qilaman. Uni yetkazmagunimcha, maqsadga yetmaguncha qo'ymayman. Shuning uchun harakat ilm egasi bo'lishi esa bir o'qituvchi yo professor darajasiga yetadigan inson bo'lardim deb o'ylayman. Ya'ni o'sha o'qishda o'shardim demoqchisiz. Ilm tomonlama erishgan bo'lardim natijaga. Xo'p. Sport va hayotda eng katta orzularingiz? Sportda eng katta orzu bu hamma sportsmenda bo'lsa kerak, katta dunyo tanigan arenalarda jang qilish va o'zini O'zbekistonga kamarlarni olib kelish va hammani orzu bo'lganda hamma sportsmenda bir xil bo'lsa kerak. Ota-onasini O'zbekistonda ichida faxr bilan o'g'lini nomini aytganda faxrlanib yurishini, haj safarlariga, umra safarlariga jo'natish va ularga o'zi xohlagandek sharoit yaratib berishga bo'lsa kerak hammaning orzusi. Shu qatori meni ham orzuyim kam O'zbekistonda qilolmagan ligalar, katta nufuzli turnirlarda kamarlarni olib kelish va oilamga, ota-onamga o'zim orzu qilgan hayotni yaratib berish. Hop. Siz o'zingizni 5 yildan keyin qayerda ko'rasiz? 5 yildan keyin Xudo xohlasa, Alloh nasib qilsa, katta arenalarda, dunyo arenalarida ko'ramiz Xudo xohlasa. Buning uchun harakat qilyapmiz va maqsad qo'yapmiz. Maqsad qo'yib, turli xil ziborlar, mahsulotlar qattiq harakat qilyapmiz qo'ldan kelgancha. Xudo xohlasa 5 yildan keyin dunyo top 5 talikdagi ligalarda jang qilish niyatimiz bor. Sizga ishonmagan, misol har bitta sportda yo nafaqat sportda, har bir sohada ketayotganingizda sizga ishonmaganlar bo'ladi, negativlar bo'ladi. Shunaqalar sizning hayotingizda bormi va ularga bironta gapingiz? Albatta bu bo'lgan bunaqa voqea, chunki har bir sportsmenda boshida bo'ladi va meni eng odamga ta'sir qiladigan joyi men birinchi musobaqalarimda, professional musobaqalarda jang qilgan paytimda mag'lubiyatga uchraganman va atrofdagi ma'lum bir insonlar menga ishonmay, sen shuncha yildan beri mehnat qilasan, lekin jang qilib shu paytgacha mana yutolmading mana shu jangda ham. Sen undan ko'ra bu sport tashlab boshqa ish qilganing yaxshi-yu, hatto sportdan umuman xabari yo'q insonlar ham kelib sizga shuncha yildan beri mehnat qilayotgan insonga biror bir narsani kelib, misol jang qilishda o'zi bilmish otishni bilmaydi, lekin sizga kelib shunaqa qilib zarba bersang, ringga chiqib yutasan. Mana shu odamni mana shunaqa qilib urishing kerak edi deb umuman xabari yo'q odam sizga kelib aqllilik qilsa, bu narsa sizga o'tib ketadi. Keyin yaxshi natija ko'rsatganingizdan keyin sen mehnat qilding, mana yutding. Shuncha sabr qilasan, bundan ham hali katta natijalarga erishasan, oldingizga kelib, shunaqa siz oldingizda rasmlarga tushib tabriklasa, yana ham bir boshqacha motivatsiya beradi sizga. Shu narsa yana ham oldiga harakat qilishingizga turtki bo'ladi. Ularga bironta gapingiz, sizga ishonmaganlarga, shu darajaga yetishingizga ishonmaganlar bo'lgan-ku, endi baribir. O'shalarga bironta gapingiz bo'lsa. Ularga birinchi navbatda gapim nima desa bo'ladi? Insonni boshqa hamma narsa sinov payti bo'ladi. Shu sinov paytdan o'tguncha xulosa chiqarib bo'lmaydi. Balkim agar ular shu gapni gapirmaganda men mana shu natijaga chiqmagan bo'lishim mumkin edi. Ularning gapi ham sizni qanaqasidir natijaga erishishingizga turtki bo'ladi. Motivatsiya beradi. Insonni ertaga kim bo'lishini hech kim oldindan bilib bo'lmaydi. Qanaqa inson bo'lishini. Chunki bugun zo'r jang qilayotgan inson ertaga mag'lub bo'lib pastga tushib ketishi mumkin. Bugun past rezultat ko'rsatayotgan jangchi ertaga yaxshi natija, katta siz kutmagan, dunyo kutmagan natijalar qilish imkoniyatiga ega. Shuning uchun oldindan hamma narsani biladigandek gap xulosa fikr bildirmasdan, hali aytadi-ku, ketishdan oldin eshigida ketayotganingda sekinroq yopgan, yana shu eshikka qaytib kelishing bor degan narsalarni esdan chiqarmagan holda fikr bildirish kerak. Yaxshi. Xo'p, yosh sportchilarga bitta oltin maslahat bera olasizmi? Yosh sportchilarga eng to'g'ri maslahat bu shoshilmaslik. Chunki eng kerak bo'ladigan narsa, o'zimni tajribamdan ham bo'lgan sport faoliyatimda
Bu hamma yosh sportchi shoshiladi. Tezroq natija qilishga va tezroq katta arenalarda urishishga. Chunki yetarli tajriba va opit to'plamasdan katta musobaqalarda, katta arenalarda jang qilib bo'lmaydi. Bundan asosan yosh sportsmenlar shu MMA sportida tezroq professional jangga chiqishga va havaskordan tezroq tashlab o'sha gonorar pul topishga va katta arenalarga chiqib urishga qiziqishadi. Lekin unga chiqqanda o'zini jismoniy holati tayyormi, ruhan tayyormi, opit tomonlama, tajriba tomonlama o'zini opit yetishini o'ylamaydi. Shu ularga aytgan bo'lardim, o'zini murabbiylarini va atrofda shu sport ichida yurgan insonlar bilan maslahatlashib, murabbiy agar sen tayyorsan desa, keyin jangga chiqishini va o'sha ko'plab lyubiti havaskordagi opitlarni yana ham ko'proq orttirib olib, yetarli tajribaga ega bo'lgandan keyin trenerlar bilan maslahatlashib jangga chiqishini maslahat berib qo'ygan bo'lardim. Xo'p, endi misol kickboksda treneringiz boshqa, setkaga chiqqaningizdan keyin treneringiz boshqa. Shu trenerlaringizdan birinchisidan nimalar o'rgandingiz, ikkinchisidan nimalar o'rgandingiz va ikkisini siz oldingizdagi hurmati qanaqa? Meni birinchi ustozim Gulmatilla Shodbek bu kickboksingda va nafaqat kickboksni balki hayotda kichkinaligimdan, yoshligimdan tarbiyalab katta qilgan inson. Trenerimiz nafaqat sport tomoni, balki tarbiya tomonlama, ko'chada yurish turishimiz tomonlama ham bizga tarbiya bergan. Agar ular u kishi bo'lmaganda men hozir shu paytgacha yetib kelmagan bo'lardim deb o'ylayman. Chunki bizga boshlang'ich bilimlarni o'rgatgan va eng kerakli bilimlarni o'rgatib, bizni o'zini farzandidek tarbiyalab, mana shu urinda, stoyka sohasida zo'r bilimlarni olishimizga asosiy sababchi bo'lgan inson shu inson hisoblanadi. Va hozirgacha bizni duo qilib, qo'llab-quvvatlab turadi. MMA sport turida birinchi kickboksing sport turidan kurash sport turiga o'tganman. Bu Jasur Iskandarov meni trenerim hozirda, kurash bo'yicha birinchi trenerim va hozirdagi trenerim. Jangga chiqayotganimda eng kerakli bo'lgan maslahatlar, opitlar, o'zida kerakli bor bilimlarni bizga o'rgatib, hozirgi jangga tayyorlab olib bormoqda o'zi bilan. Siz trenerlaringizni siz hayotingizdagi o'rinlari qanaqa va siz shu darajaga kelgunizcha sizga bitta boshqa trenerdan taklif tushganmi? Sen menga o'tsang, men senga bundanda kattaroq rezultatlar ko'rsataman, senga bundanda ko'proq sharoitlar qilib beraman degan takliflar tushib kelganmi va siz ularga qanaqa fikringiz bo'lgan? Bunaqa takliflar hamma o'sib kelayotgan sportsmenda va ko'tarilayotgan sportsmenda bo'ladi. Sportsmen to'g'ri trener tanlash eng muhim jarayonlardan bittasi. Siz to'g'ri murabbiy tanlasangiz va sportda yaxshi natija erishishga olib keladi. Agar siz noto'g'ri sportsmen tanlab, ustozni tanlab boradigan bo'lsangiz, trenirovka qiladigan bo'lsangiz, qo'lida siz yaxshi natijaga erishmasligingiz mumkin. Tajribali murabbiyni qo'lida mashg'ulot qilgan sportchi yaxshi natijaga erishadi. Lekin o'rin qilmagan, natijasi yo'q, faqat bolalarni va'dalar bilan, kuch va'dalar bilan olib yuradigan murabbiylar ham ko'p. Bularning qo'lida yuradigan sportchilar faqat o'zini umrini va vaqtini ketkazadi, xolos. Lekin shuni unutmaslik kerak, ko'p yosh sportchilar daraxt bir yerda ko'karadi. Bitta zalga bordingizmi, sizga o'rgatayotgan ustoz o'zini vaqtini, o'zidagi ilmini qo'lidan kelgancha o'rgatadi. U puliga sotib olib o'rgangan narsasini sizga tekinga o'rgatadi va o'zidan ham yaxshiroq natijaga erishishga harakat qiladi. Bunda esa men birinchi hozirgi ustozlarim qo'lidan kelgancha bor o'zidagi o'rgatayotgan narsalarni o'rgatish va o'rgatib kelishyapti. Hayotda to'g'ri maslahatlar berishyapti. Bunaqa takliflar sportchi yaxshi natijaga erishish boshlagandan keyin uni atrofidagi odamlar ham, chunki birovni mehnatini o'ziniki qilib olib, uni o'zimniki, meni mehnatim deb o'ziga o'zlashtirib olish va tayyor natija beradigan narsani o'ziniki qilib olish hammaga ham yoqadi va oson tuyuladi. Lekin buni mehnatini qilgan odam o'zi biladi qanchalik mashaqqat bilan tarbiyalagan odam. Shuning uchun birinchi o'rinda ustozlariga sodiqlik bo'lishi va shu ustoziga xiyonat qilmasdan undan birinchi o'rinda duo olib, keyin boshqa misol murabbiydan ustozlikdan rozichiligini olib o'tgan ma'qulroq deb o'ylayman. Xo'p, agar bizda savollar juda ko'p, lekin yana davom ettiradigan bo'lsak, videomiz cho'zilib ketib qolishi mumkin. Siz ham vaqtingizni ko'pab qo'yishi mumkin. Shunga bizni kuzatib turayotganlarga bironta gapingiz bo'lsa. Bizni kuzatib turgan obunachilarga birdan birasi
akalik, sportchi tomonlama maslahat, hech qachon hayotda birovni to'g'ri inson bo'lib yashash kerak birinchi navbatda. O'rtada siz to'g'ri va halol inson bo'lsangiz va yaxshi inson bo'lsangiz, sizni yo'lingiz doimo ochiq bo'ladi va ishlaringiz oldinga yuradi. Va eng birinchi o'rinda hamma narsada ko'proq sodiqlik deb o'ylayman. Bitta insonga, ya'ni ustozingizga keldingizmi, ilm o'rganayotganingizda ham, boshqa narsa o'rganayotganingizda ham qunt bilan oxirigacha shu narsani yetkazib, oxirigacha mukammal o'rganishga harakat qilish kerak. Va shunda biror bir natijaga, yaxshi natijaga erishasiz va shu narsani o'rganayotgan narsangiz ustasi bo'lib chiqasiz. Tomoshabinlar sizni nimangiz bilan eslab qolishini xohlagan bo'lardingiz? Bu yaxshi savol bo'ldi. Biz hozir Marhamat tumanimizda shu paytgacha MMA dan bitta ligada misol mashhur bo'lib, chempion bo'lib kelgan inson yo'q. Hozirda unaqa MMA sport turida urushayotgan insonlar kam. Men shular ichida Marhamatda birinchi bo'lib nufuzli unaqada turnirda kamar olib kelgan birinchi chempion bo'lishni orzu qilaman. Chunki odamlar eslagan paytda bizni Marhamatimizda birinchi chempion bo'lib chiqqan inson shu MMA sport turidan Marhamatimizni butun dunyoga, O'zbekistonga tanitib, kamar olib kelgan inson sifatida eslashni xohlayman. Hop, meni sizga savollarim tugadi. Siz savollaringiz bormi hech qanaqa? Yo'q. Do'stlar, bugun haqiqiy mehnat va sabr orqasidagi hayotni ko'rdik. Sizlarga yoqdi degan umiddamiz. Xudo xolasa, yoqqan bo'lsa bizni kuzatib boring. Bu xudo xolasa bizda boshlanishi. Biz to'xtab qolmaymiz. Sizlarga xayr deymiz. Keyingi intervyularda ko'rishguncha salomat bo'lasizlar deb qolamiz. Barchangizga rahmat. Ko'rishganda ko'rishguncha.